Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bora silos bosish jarayonini to'liq ko'rsatib boramiz. Mana siloslarimiz. Demak, salafan qop masalasiga keladigan bo'lsak, mana bo'yi 2,5 metr, eni 2 metr, birlik razmerdagi klyonka. Ikki cheti o'zi yopiq bo'ladi. Mana bu boylangani. Mana boylangani. Bir cheti boylanadi. Qopga aylanib qoladi. Bosib bo'lgandan keyin tepasi ham boylanadi. Kuzatib boring. Demak, ishni boshladik. Mana tagiga ozroq suv to'planadi. Bilsalaring, shuning uchun ozroq somon sovordik. 2 hovuch. Ya'ni tugun pastda qoldi. Mana silosimiz hech qanaqa tuz qo'shmaymiz. Shu turishda bosiladi. Xo'p, demak, mana bitta qop tugadi. Balandligi 1 metrdan ziyodroq bo'ldi. Agar balandroq bo'lsin desangiz, biz 2,5 metr qirqtirganmiz klyonkani. Siz 3 metr qilishingiz mumkin o'shanda. Mana shunchalar bo'ladi. Demak, ikkita uchi mana shuni bir-biriga kelgandan keyin, boylashga joy qo'ygandan keyin to'xtatiladi. Mana ikkinchi qop. Ustiga chiqqanda oyog'ini ko'ryapsizmi? Kirmaslik kerak. Mana shunday darajada bosilishi kerak. Tak. Yangi tajriba qildik. Arpa sepdik. Ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Arpa sepyapmiz. Xo'p, demak do'stlar, mana bitta, ikkita, uchta, 4-inchisi ketyapti. Hali silosimiz mana turibdi. Zo'r bosilgan ekan. Arpa tugab qoldi, bug'doy sepyapmiz. Sepilgan holati. Shunaqa. Bu yog'i yana nechta qop chiqadi deb o'ylaysizlar? Savol sizlarga. Do'stlar, demak, silos tugatdik. 1 qop, 2 qop. Tagning orqasida 3 qop. Bu yoqda esa 5 qop, 8 qop bo'ldi. Keyin yana ortib qoldi. Ortib qolganini ham hozir ko'rsataman. Qoplarni boylangan holatini ko'rishlaringiz mumkin. Demak, o'zlaringiz qulayini tanlab olasizlar. 2 metrga, eni 2 metr, bo'yi 2,5 metr bu qopimiz. Mana yonma-yon turganda ko'rsataylik. Bo'yi 2 metr, eni 2,5 metr. Mana bu qopimiz bo'yi 3 metr, eni 1,5 metr. Va mana bu qopimiz bo'yi 3 metr, eni 2 metr. Qaysi bir ma'qul bo'lsa, mana shu variantda qilib silosni bosaverasizlar. 8 ta qop, yana ortib qoldi. Bir tilichkamiz shuncha chiqdi. Mana qolgan silosimiz. Mana shuncha silos ortib qoldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, tanishlarga tarqating. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.